Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida kimyo sanoati korxonalarida yong'in portlash xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari, muammolar va yechimlar mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Anjumandan ko'zlangan asosiy maqsad kimyo sanoati korxonalarida yong'in va portlash xavfsizligini ta'minlash sohasidagi muammolarni chuqur tahlil qilish, xavf omillarini ilmiy asoslangan holda aniqlash hamda ularni kamaytirish va bartaraf etishga qaratilgan samarali tashkiliy texnik yechimlarni ishlab chiqish va tashkil etilayotgan tavsiyalarni muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Shuningdek, ushbu ilmiy-amaliy anjuman taniqli olim va pedagog, ilmiy maktab asoschisi professor Boltaboyev Rahmatilla Boltaboyevich tavalludining 75 yilligiga bag'ishlandi. Bu maketimizda Buxoro neftni qayta ishlash korxonasida estakadalar orqali neft mahsulotlari keladi. Neft mahsulotlari yuqori bosim hosil qiluvchi nasoslar orqali rezervuarlarga yo'naltiriladi. Ushbu rezervuarlarda yoqilg'ilarimiz fakel minorasida yoqib qo'yib, ekologiyaga zararli gazlarning chiqib ketishini oldini olish maqsadida bu muntazam yoniq turadi. Tadbir davomida kimyo sanoatida yong'in portlash xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, avtomatlashtirilgan monitoring va nazorat tizimlaridan samarali foydalanish, inson omilini kamaytirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Bugungi konferensiyada o'tkazishdan asosiy maqsad kimyo sanoati korxonalarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni, yong'in portlash xavfini kamaytirish borasida amalga oshirilgan ishlar va amalga oshirilishi kerak bo'lgan mavzular doirasida demak ma'ruzachilar tomonidan ma'ruza qilindi. Albatta konferensiyada ishtirok etayotgan professor, o'qituvchilar, kursantlar hamda ushbu soha vakillari albatta qanaqangi kimyo sanoat korxonalarida yuz bergan favqulodda vaziyatlardan ko'rilgan zararlar va ularni oldini olish borasida nima ishlarni amalga oshirish kerakligi to'g'risida umuman ma'lumotlar berib o'tishdi. O'ylaymizki, kelajakda umuman akademiya kursantlari bugungi konferensiyada ishtirok etgan akademiya kursantlari joylarga, ya'ni amaliyotga chiqqanda ham o'zlarining biriktirilgan hududda joylashgan o'sha kimyo sanoat korxonalarida favqulodda vaziyatlarni oldini olish borasida demak qanaqangi ishlarni amalga oshirish kerakligi bo'yicha asosiy yana bir bor tushunchalarga va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Mazkur ilmiy-amaliy anjuman ishtirokchilarda katta taassurot qoldirib, sohada ilmiy-amaliy hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qilish bilan ahamiyatli bo'ldi. Sevinchgul Rahmatova, Omon Arifjanov, Jarayon informatsion tahliliy dasturi uchun.